Итак, здравствуйте всем. Вы на канале Русский Плюс. И сегодня у нас первая тема — это роды. Agar siz rus tilini o'rganmoqchi bo'lsangiz, mana shu kanalga obuna bo'ling. Bu kanaldagi hamma video darslarni ko'rib chiqing va o'zingizda rus tili darajangizda hech bo'lmasa bir darajaga oshiring. Demak, boshlaylik. Rod nima uchun kerak? Ko'pchilik o'ylaydi, rod nima uchun kerak menga? Men uni yeymanmi, boshqa narsa qilamanmi? Rodni kerakli tomoni nimada? Rod bizda rus tilida so'zlarni to'g'ri qo'shimcha qo'yish uchun ishlatiladi. Ya'ni misol uchun o'zbek tilida aytamiz, oyimga, oyimda, oyimni da mana shu qo'shimchalarni rus tilida to'g'ri qo'yish uchun. Rus tilida afsuski o'zbek tiliga o'xshab hamma qo'shimcha bir xil qo'yilmaydi. Siz to'g'ri qo'shimcha qo'yishingiz uchun rus tilida siz rodlarning qo'shimchalarini yaxshi bilishingiz kerak. Rodning qo'shimchasini bilmadingizmi, siz qo'ygan harf, ya'ni qo'shimcha oxiridagi boshqa ma'noni anglatib ketishi mumkin. Misol uchun, v shkole maktabda, v shkolu maktabga. Ko'ryapsizmi? Y bilan uni farqi bor. Lekin qaranglar, v misol uchun parkga, v parkka, parkda. Ko'ryapsizmi? V park deganimizda parkga qo'shimchasini qo'shyapmiz. Park muskoy rod qo'shimcha olmayapti. Lekin o'zbek tilida olyapti. V shkolu deganimizda maktabga bo'lyapti. Ya'ni shkola so'zidagi a harfimiz uga o'tyapti. Mana shu qo'shimchani to'g'ri qo'yish uchun biz rodni bilishimiz kerak bo'ladi. Demak, birinchi roddan boshlaymiz. Birinchi rodimiz bu muskoy rod. Muskoy roddagi so'zlar asosan undosh harflarga tugar ekan. Dom, shalash, kot. Lekin ba'zida a bilan yaga ham tugashi mumkin. Ya'ni bular erkak kishi bo'lsa agar, papa, dedushka, dядя, юноша, мужчина. Mehki znakka tugaydigan so'zlari ham bor ekan. Unga endi to'xtalmaymiz, chunki mehki znakka tugaydigan so'zlarni kelajakda biz sizlar bilan albatta o'tamiz. Endi женский rodga o'tamiz. Женский rodga o'tadigan bo'lsak, женский roddagi so'zlar a-ga, ya-ga, mehki znak, i-yaga, keyin mehki znak ya-ga ham tugaydi. Misol uchun mama, tётя, ночь, дочь. Xo'p, ba'zida undosh harfga ham tugashi mumkin ekan. Qachonki undosh harfga tugagan so'zimiz qiz bolani bildirsa. Dilnavoz, nilufar, muqaddam. Ba'zida o'ga ham tugaydi, yega ham tugashi mumkin. O'ga misol uchun zebniso, zebo, barno ketaveradi. Xo'p, keyingi rodga o'tamiz. Keyingi rodimiz bizda средний rod. Средний roddagi so'zlar o'ga, yega, i-yega, miyaga tugaydi. Море, поле, здание, знание, задание, время, племя. O'ga qolib ketibdi. Окно bo'lishi mumkin, облако bo'lishi mumkin va boshqalar. Agar video sizga yoqqan bo'lsa, albatta like bosing, kanalga obuna bo'ling. Videoni faylini Telegramga Ruskiy Plus deb yozasiz. Kanal chiqadi. O'shanga obuna bo'lib, videoni faylini ham olsangiz bo'ladi. E'tibor uchun rahmat. До свидания. Пока-пока.